Dostlarım, barchanızga salomlar bo'lsin. Bugun sizlarga do'mbrog'i tanishtiradigan bitta video yaratib qilaman. Oldinda do'mbro nimadir, qaysi asbob oilasidan kelgan, o'shaga bahs qilaman. Oldinda do'mbro qopuzning ikkinchi o'g'li bo'lish bilan birinchi o'g'li qomuz, ikkinchi o'g'li do'mbro, uchinchi o'g'li dutor ve to'rtinchi o'g'li bog'lamadir qopuzning va qopuzning birodarlari qilqopuz qozoqlarda ham qirg'izlarda birda o'zbeklarda cho'lingan. O'zbeklarda cho'linishini juda bilmayman, lekin bo'lishi da mumkin. Do'stlar, boshqa bir xonaga o'tishim kerak bo'lganda va endi videomizga davom etamiz. Keyinda qilqopuzdan qilqopuzning nima bo'lishiga aytdik. Oxirgi birodari, qopuzning oxirgi birodari bo'lgan Temir qopuz, Shon qopuz yoki Og'iz qopuzi odi bilan da bilingan bir asbob. O'sha bitta temir parchasi qismi va o'rtada bir til bor. Bu tilga urib, oldinda qism og'za olinib, ikki tish orasiga, keyinda tilga urilib cholingan va tabiatning ovoziga ovozi o'xshashtirilgan bitta asbobdir. Qopuzning birodaridir va bu da qopuzning ikkinchi o'g'li bo'lgan do'mbro. Oldinda qopuzdan ham qopuzning o'g'illaridan birdan 5ga bahs qilamiz. Birinchi qopuz. Qopuz esa qori vaqtlarda turk xalqlarida Tengriga bo'lgan diniy mahsulotlarda, diniy aylimlarda cholingan, ijro qilyapilgan va Tengri bilan yoki Quq Tengri bilan qanday degan qiyoplashishga sog'lagan bitta asbobdir va bu vazifaga Temir qopuz va qopuz qilgan, ham qilqopuzda qilgan yoki bular uchgida juda qori vaqtlarda ishlab chiqarilgan musiqa asboblaridir, turklarga egadir. Turklar bu asboblarga egadir. Keyinda qomuzga bahs qilishimiz kerak bo'lganda, qomuzda birinchi o'g'lidir. Qopuzdan agar noto'g'ri bilmaysam 200 yoki 300 yil oldinda, lekin milod yilidan oldinda ishlab chiqarilgan va kunimizda qirg'iz turk xalqining ishlab chiqardiğı, ijro aytdigi bitta asbobdir. Ikkinchi o'g'li bo'lgan do'mbro esa, do'mbro agar noto'g'ri bilmaysam Qo'q turk davlatining vaqtlarida Markaziy Osiyoda turklarning ishlab chiqardiğı bitta musiqa asbobidir do'mbro. Va do'mbro kunimizda qayerlarda cho'lingan, qaysi turklarda cho'lingan, bularga da bahs qilamiz qaytadan. Lekin endi bahs qilishimiz kerak bo'lgan millatlar, do'mbroga ishlab chiqargan millatlar qozoqlar birinchi bo'lgan, qozoqlar va no'g'aylar, undan keyin o'zbeklar, boshqurtlar, Xozor dengizining atrofida bo'lgan turk xalqlari, Xozor turklari deganmiz, Oltoylarda Topshurdaga bitta o'xshashligi bo'lgan bir asbob bor, lekin do'mbroda cho'lingan degan bilaman. Uchinchi o'g'li dutor. Hamda do'mbro Turkman va Uyg'ur xalqlarida cho'lingan, ayni vaqtda turk xalqi bo'lmagan tojik va afg'on xalqlarida da ishlab chiqarilgan, ijro aytilgan bitta asbobdir va ikkita stringi bordir.
hamda qil qopuz qopuzning birodarlari qopuz ham qomizdan bahs qilishga unutdim. Qopuzga ko'proq o'xshagan o'g'li qomizdir. Qo'miz qopuzga juda o'xshashgan, lekin qopuzdan bir kam qisiqdir. Sopi qisiq, uch stringli, mizrob bilan cholinmaydigan, barmoqlar bilan cholingan, 3 ta stringi bo'lgan va armud kabi bir shag'i bor, taxnasi bor. Ham qopuzda o'shaning biroz ko'proq uzun, sopqi ko'proq uzun bo'lgan holidir. Yani qo'miz bilan qo'pizni juda o'xshashligi bor. Qil qopuz esa og'ochdan qilyapilgan bitta yoyli cholg'idir. Shon qopuzdan bahs qildim. Keyinda dutor bor. Dutorda oqasi bo'lgan dombiraga ko'proq o'xshashgan asbobdir. Dutor nimadir? Dutor o'zbek, uyg'ur va turkman xalqlarida ko'proq ishlab chiqarilgan, ijro aytilgan bitta asbobdir. Va bu asbob dombiradan kam uzun, dombira 100 cm jama bo'lsa ham dutor 120 jama kabi bitta bo'yi bor. Yo'q, biroz ko'proq bir oz katta bo'lg'ay. Lekin o'xshashliklari nima? Ko'rinishga juda o'xshash oldinda. Ikki taldan bo'lishda ham mizroq qo'llanilmagan, barmoqlar bilan urilib cholingan asbobdir ikkisida. Dutorning boshqa bir boshqaligi, o'zligi nimadir? Rangi dombira kabi ochiq rangli emasdir. O'zi yorqin rangli emas, o'g'och rangindadir. Hech rangi tag'ishilmagan, boshqa ranglarga qilinmagan bitta asbobdir. Yo boshqa ko'proq bilishni xohlaman degansiz, o'sha vaqt Google'dan dutorga, dombiraga, qomizga, qopuzga, qil qopuzga, bog'lamaga, ham shan qopuzga boqing, o'rganyaping. Va eng kichik o'g'li bo'lgan bog'lama esa. Bog'lama nima? Bog'lama Turkiya, Ozarbayjon kabi mamlakatlarda ijro qilingan bitta asbobdir. O'zi oxirgi boshqa turk asboblaridan farqi bo'lib, mizroq bilan cholingan, ham 7 ta stringi bor. Ham juda bu turk asboblaridan juda uzoqlashgan, juda boshqalashgan. Ya bog'lama juda hech kimga o'xshamagan deyishimizda mumkin. Dombiraning esa ilk dombira qayerda bo'lingan? Birinchi dombira qayerda bo'lingan va qachonda bo'lingan? Agar noto'g'ri bilmaysam, 2000'li yillarda ekan bitta qanday degan, bizning turkchada cho'bon degan bitta maslaq ishdir. Bitta cho'bon Mo'g'rada, Mo'g'ol bir cho'bon Mo'g'rada, Toshloqda yo tog'da bitta dombira bo'lgan. O'zinda degan bu dombiraga o'xshash, lekin dombiradan ko'proq kuchuk, ko'proq qorlashgan, ham orqasida, sopning orqasida yozular bo'lgan, qo'qtirq alifbasida yozular bo'lgan bitta dombira bo'lgan o'zi. Va buni Mo'g'ollarning fan odamlariga, fanchilaringa olib ketgan. Va ularda degan bu bir bitta dombira Qo'qturq davlatidan qolgan bitta dombiradir. Va cho'bonlar
Tangri inonchi uchun ham barcha odamlar, insonlar dafn qilinganda, to'proqqa qo'yilganda asboblari bilan, mahsulotlari bilan to'proqqa qo'yilgan. Yoki bitta odamning dombirasi o'sha vaqtlardan bu vaqtlarga qolgan va mo'g'ul bitta fanchi esa kelib, qozoq bir fanchi o'zida, lekin mo'g'ul tug'ilganda, Mo'g'uliyada tug'ilgan va mo'g'ul tilingi ona tili kabi bilgan bitta fanchi o'zi kelgan va o'rganyapushlaringa barcha olamga eshittirgan. İlk birinchi dombira bu shaklda bo'lingan va mening qo'limda bo'lgan, menda bo'lgan bitta qozoq dombirasi. Va qozoq dombiralari misna degan naylon stringlardan qilyapilgan. O'zida udan keyinda hayvonlarning boshqa joylaridan bo'g'irsoq kabi joylaridan qilyapilgan stringlarga bordi, lekin o'zimizda moderncha naylon tallar, stringlar bor kunimizda va dombira o'rganyapilishga juda oson asbobdir. Dombiraga o'rganyapishga xohlaman degansiz, o'sha vaqt juda yaxshi, zo'r shaklda o'rganyapishingiz mumkin. Juda oson, ko'p oson. 2 ta string ham 19 ta pardasi bor. Men esa 10 aprelyadan bu kunga yoki 13 avgustga sanasiga qadar men 14 ta kuy o'rganyapman. Erturan, Ko'ktu, Dombira, Bo'rilar vodiysidagi bitta turk kinosi bor, seriyasi bor. O seriyaning kinoning kino musiqasi ham Oltaylardan Tunoga, Arg'amoq otlar, Jalg'onay, Xoni Ko'kbori, udan keyin Qorajo'rg'a, udan keyin Ola shamonati, Ko'ro'g'li, Adayning kam qismi, 2 qismi Adayning, udan keyin Qabay bo'lgan Altayim ham Qayqo'jan degan bir necha kuyni o'rganyaptim. 4 oyda juda oson shaklda o'rganyaptim va sizlar da buncha oson shaklda o'rganyapishingiz mumkin. Chunki 2 stringga 19 ta pardasi bor. Juda oson. Evet. Dombiraga sizlarga tanishtirgandim va bunchadi video. Barchanizga rahmat aytaman videomni boqdingiz, qardingiz uchun. Qonunda barcha turk olamiga, Turon ellariga salomlar bo'lsin.